Assalomu alaykum, qadrli sportsmen qadrdonlarim. Xo'p, Namangan viloyati bo'yicha 7 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan eng yosh, eng zo'r sportsmen anjumanimizni eng kuchlisini tanlab olishda davom etyapmiz. Xo'p, anjumanni rekordini yangilab yutgan odamga skuter sovg'a va'da qilganmiz. Xudo xolasa inshaalloh beramiz ham. Xo'p, hozircha amaldagi skuterimizga da'vogar bo'lib turgan chempionimiz Zangiobod MFYdagi Sobirjonov Tohirjon, Botirjon o'g'illari 1200 ta anjumani qilib rekordni bum yo'rib tashlaganlar. Birinchi o'rindalar hozir. Judayam yaqin turibdilar. Yutuqqa xudo xolasa inshaalloh oz qoldi. 1 kun vaqt qoldi, 1 kun. 11-iyun kechqurun soat 12:00 gacha raqib chiqmasa yoki chiqib ham rekordini yangilay olmasa, xudo xolasa 100% aniq sovrinni egalari Tohirjon bo'ladi, xudo xolasa. Agar kimdir rekord yangilab qo'ysa, yana 15 kun so'roq oladi. Yana 15 kun so'roq ichida raqiblarni kutadi. Hozircha raqiblar chiqyapti. Ochig'i kamida 4 ta 5 ta chiqdi, kamida. Borib oldim. Harakat qilishdi, lekin rekord yangilasha olmadi. Shuning uchun videoni tashlamasligimni iltimos qilishdi. Instagramga tashlamadim. Xo'p, ertaga ham yana bitta vizit bor. Ishdan qaytib, ishga kiramiz oldilariga. Vizitimiz yana Otabek Xo'ja Otavullayev do'stimizda qaytma shogirdlardan biri Ixlosbek. Oldingi kontentlarimizni ko'rgansiz. Kamida 3 marta qatnashganlar, rekord yangilay olmaganlar. Bu safar ham urinib harakat qilib ko'rmoqchilar. Xudo xolasa inshaalloh rekord yangilayman aka deb necha kundan beri telefon qilishyapti. Asli vizit tashlashyapti. Men to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Ish, uy deganda ro'zg'or, trenirovkam bor. Ishda ishlamasa bo'lmaydi. Shuning uchun vaqt topib ajrata olmaganim uchun yo vaqtimni surganim uchun borib kontent olishga vaqtini cho'zganim uchun ming bor uzr so'rayman. Iloji boricha harakat qilib shu yoshlarimizni butun dunyoga tanitib, kuchli yoshlarimizni xudo xolasa hamma dunyoga ko'rsatib, tanitib asosiy maqsadimizga yetmoqchiman. Xudo xolasa yetyapmiz ham. Xo'p, ertaga borib kontent olamiz. Xudo xolasa inshaalloh nasib qilgan bo'lsa kutinglar, yangiliklar hammasi bizda. Tohirjonga ham omad, Ixlosbekka ham omad. Tohirjon ertaga final desam bo'ladi. Agar Tohirjonni rekordini 1200 tani Ixlosbek yangilay olmasa, kechqurun 12:00 da, ertaga kechqurun 12:00 da sovrin o'tib ketadi. Tohirjonga 12:00 ga kutinglar, live bo'laman. 11:00 da boshlaymiz. Live yo 11:dami 12:00 da jonli efirda tabriklaymiz. Xudo xolasa keyin xudo xolasa inshaalloh Alloh nasib qilgan bo'lsa yana ishimizni vaqtiga qarab chiroyli qilib skuterni ham bozorga borib tanlab olamiz. Uni ham video qilib joylayman. Chiroyli qilib xudo xolasa shoshilmasdan tantanali ravishda tadbirlarni uyushtirib, chiroyli tadbirlar bilan shunchaki bermasdan xudo xolasa hammani oldida yo'l bilan chiroyli qilib topshiramiz. Ota-onalarni, qarindosh urug'larni, mahallalarni oldida tadbirlar bilan chiroyli topshirmoqchimiz. Chunki buni butun dunyo ko'radi. Xudo xolasa shunga harakat. Oz qoldi, bosamiz.